2026-yil 20-may sanasiga Patagoniyalar e'tibor berib ko'ramiz do'stlar. Patagoniya haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beriladi. Patagoniya tog'li rayonlarda sovuq urish ehtimoli kutiladi. Lekin past adir tekisli rayonlarda juda ham yaxshi daromad beradi. Agar issiq hududlarga ekiladigan bo'lsa, juda ham rangdor va qizil rangda bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, mana rangi ham qip-qizil, uchi qaytgan bo'ladi. Buni ajratish qiyin emas, uchi bo'lmaydi. Mana barchasining uchi yo'q bo'ladi, uchi ichiga kirgan bo'ladi. Ekspluatatsiya jarayonida juda ham zo'r o'zini ushlab turadi. Sabab pishish vaqti buni ertagidan sal keyinroq bo'lganligi uchun juda ham ekspluatatsiya yo'lida juda uzoq bemalol chidamli shaftoli hisoblanadi. Hosildorligi juda ham baland. Teplisadan tashqari holatga kelganda teplisada effekt bermadi, lekin teplisadan tashqari holatda daromadni juda ham baland beradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kalibri 60-65 gacha boryapti, lekin mana shu holat bunda hozir 60 holati bemalol eksportga yaroqli hisoblanadi. 60 holatini ko'rsatib o'taman. Mana 60 ta. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Mana 60 ta. Mana bu ham 60 ta. Mana bunisi ham 60 ta. Eksportga aynan chiqadigan holati 60 kalibrovkada bo'ladi. Og'irligi 130-150 grammgacha bo'lyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hattoki toshli, mana pastni ko'rsating. Toshli va juda ham kam suv joylarda ham yaxshi natija beradi va ser suv joylarda ham zo'r daromad va natija beraveradi. Agar zak joylarga ekiladigan bo'lsa, o'ta daraxtda gabarit katta bo'ladi va hosil juda ham baland bo'ladi. Bu ko'rib turgan shoptonlaring 2 yoshda, 2-yoshda, 2-bargda aynan mana shuncha daromad berib turibdi. Do'stlar, agronomlik maslahatlari butun umrga bepul. Pastdagi nomerlarga aloqa etsalaring bo'ldi. Joylaringni bormasdan turib o'rgangan holatda qanaqa navdagi ko'chat tushish haqida to'liq ma'lumot berilaveradi. Agar ko'chatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa etsalaring ko'chatlaridan sifatli va garantiyali, asosiysi sertifikatli ko'chatlardan yetkazib beramiz. Mana bu tomonlardan olib ko'rsating, aylantirib. Yaqinroqdan, yonlaridan ko'rsating. Holat juda ham ideal holatda. Agar zakroq zonalarga ekiladigan bo'lsa, daraxt kattaroq va hosili ko'proq bo'ladi bunga nisbatan. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol ekishlarga maslahat beraman. Bu O'zbekistonga kirib keldi va O'zbekiston hududida sinovdan o'tdi. Biz buni tekshirib ko'rgan holatda bo'lgani uchun bemalol qo'rqmasdan tavsiya beramiz. Ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana 2 yoshlarigi. Juda ham kichkina holatda bo'lsa ham egasiga tezroq rasxotini chiqarib olish uchun jon berib harakat qilyapti. Mana shu holatda 4 kilo, 5 kilo mevasi bor 2 yoshda. Sizlarga ham bemalol ekishlarga maslahat beraman. Mana bu tomonni ko'rsating. Toshli joylarda mana o'z 2 yoshda joni kichkina bo'lishiga qaramasdan daromad beryapti. Do'stlar, mehnatlarga, videolarga bitta like bosamiz. Sizlar uchun ishlashni to'xtamayapmiz. Kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirganmiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. Mana bunisini ham ko'rsating. Mana holatni agar daraxtda gabarit sal beradigan bo'lsa, ko'rishlaring mumkin. Bunda taxminan 7-8 kilogacha bor. Mana hosillari juda ham ideal holatda. Mana bizni kuzatishda davom etasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni beramiz mana. Juda ham ideal holatda. Bozorga olib chiqsangiz juda ham tez sotasiz, chunki bleski o'ta chiroyli. Eksport jarayoniga bemalol ketaveradi. Agar kimda xuddi shuni mevasidan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, pastdagi nomerlarga sotib olamiz. Agar mevasidan kerak bo'ladigan bo'lsa ham aloqa